Silikon ko'krak go'zallikmi, xavfmi yoki ayolni hayotni qayta his qilish uchun imkonmi? Ko'kragini yo'qotgan ayol o'zini qanday his qiladi? Saraton tufayli o'tkazilgan mastektomiya nafaqat tanani, balki ichki dunyoni ham o'zgartiradi. Ko'pchilik ayollar bu jarayondan so'ng o'zini ayollikdan, go'zallikdan va hayotdan uzoqlashgandek his qilishadi. Men Rustam va Rohata Murodillayevna, onkolog, mammolog, plastik va estetik jarroh. Menga murojaat qilgan ko'plab bemorlar endi meni ko'kragim avvalgidek bo'lmaydimi? Endi men shunday yashashga majburmanmi degan savollar bilan murojaat qilishadi. Ammo bu shunchaki qo'rquv. Chunki bugun bunday holatni zamonaviy, xavfsiz va estetik yechimlari bor. Bu ko'krakni qayta tiklash rekonstruksiyasi. Implantlar yordamida ko'krakni tiklash bu faqat tashqi ko'rinishni emas. Bu ayolga ishonch, kuch va hayotga qayta muhabbat baxsh etadigan qadam. Agar siz va yaqinlaringiz shunday holatga duch kelgan bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Bu mavzuga oid maxsus video tayyorladik. Uni qo'lga kiritish uchun kommentariyaga baxt so'zini yozing.